Ajrashayotgan ayollarni qanaqa huquqlari bor? Ular nimalarni talab qilishi mumkin? Bu bo'yicha bizga savollar keladi. Biz ketma-ketlik ro'yxatini qilib beramiz. Demak, birinchi navbatda ajrashish uchun demak tartibi bor. U sud tartibida ajrim bo'lishi mumkin yoki ZAGS, ya'ni FXDO tartibida ajrim qilsa bo'ladi. Agar er-xotin o'rtasida mulkiy nizo bo'lmasa, voyaga yetmagan bolalar bo'lmasa, bolasi bo'lmasa yoki bolasi voyaga yetgan bo'lsa, er-xotinning ikkalasi ajrimga rozi bo'lsa, sudga borish shart emas. FXDO organi, ya'ni ZAGSga borib, o'zaro rozilik asosida nikohdan ajrashsa bo'ladi. Agar aliment nizosi bo'lsa, voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, er-xotindan biri ajrimga rozi bo'lmasa, bunaqa holatda albatta sudga murojaat qilish kerak. Sudga qanday tartibda murojaat qilsa bo'ladi? Sudga o'zi yashab turgan hududdagi fuqarolik ishlari bo'yicha tomonlararo sudga yoki javobgar turmush o'rtog'i yashab turgan hududdagi sudga murojaat qilsa bo'ladi. Sudga qanday ariza bilan murojaat qilinadi? Sudga nikohdan ajratish bo'yicha da'vo ariza bilan murojaat qilish kerak. Demak, da'vo arizani qayerdan olish mumkin? U o'sha qaysi sudga ariza bermoqchi bo'lsa, o'sha sudga borsa, respublikamizdagi barcha sudlarda o'sha shablonlari, ya'ni arizani shakllari tayyor qilib qo'yilgan. U uchun yuristga, advokatga ortiqcha pul to'lab ariza yozdirish ham shart emas. Sudga borsa tayyor namunasi bor, shuni to'ldirib topshiradi.